Bugungi suhbatimiz suitsid mavzusiga bag'ishlanadi. O'zini o'ldirish degani. 1 milliondan ortiq odam har yili olamdan ko'z yumadi. Sog'liqni saqlash vazirligini 85% ruhiy kasal degan gaplarni gapirishgan. Doimiy ish joyi yo'q, faqat yarim yil Chaylida o'tkazib, Toshkent viloyatida Ohangaron tumani 36 ga chiqib ketadi. Men 2 kun uxlamadim. Yaxshi a'lochi o'quvchi, aktivistga boshqa birdaniga o'zidan o'zi o'z joniga qasd qiladi, hech kim tushunmaydi. 03 mi? Srojni tekshirish kerak. Qayerdan chiqyapti bu radiatsiya? Spitam eng yuqorisi Sirdaryoda edi, chiqaveradi. Qanaqa qilib rak bo'lib qolgani Sirdaryocha og'ir viloyatida hisoblanadi. Sirdaryoni eng birinchi namunali viloyat qilaman. Hamma kelib Sirdaryodan o'rganadi degan maqsadni qo'yganlar. Bizda jinlar jo'q deyishardi Qoraqalpog'istonda. Qashqadaryo viloyatida stabil ravishda ikkita ayolga bitta erkak to'g'ri kelyapti. Ertasiga ertalab o'zini osyapti. Isnot bo'ldim, boshqa bo'ldim. Hech kim o'zini bir kambag'al demasdi. Bugungi kunda hayotning o'lchami faqat mablag', faqat moddiy ta'minot, faqat pul bo'lib qoldi. Qo'shnining ikkita kelini, bir yillik bo'lsa, ikkisi ham o'zini joniga qasd qildi. Bizni o'zimizni qadriyatlar yetarli. Biz o'zimizni qadriyatlarni hozir unutyapmiz. Juda ko'p xalqlar bizga havas qiladi. Diqqat e'tiboringiz uchun katta rahmat. Darsga xalaqit bermadikmi? Uzr so'rayman. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, hurmatli talabalar, hurmatli hamkasblar. Bugungi uchrashuvimiz asosan men shu mashqda turib gapirishga o'rganmaganman sal. Bemalol yursa bo'ladimi? Ruxsat qilaman. Bugungi suhbatimiz suitsid mavzusiga bag'ishlanadi. Endi hozir ruchka olinglar, yozib olinglar degan narsalar bo'ldi. Yo'q, yozishinglar shart emas mana. Eng muhimi buni yaxshi bir eslab qolish, boshqa qilish va bu hozir bu yerda ishtirok etayotgan ustozlardan ham ko'ra birinchi navbatda sizlarga yoshligi kerak. O'zingizlar tushunasizlar, hozir shu kunlarda ommaviy saytlarda ko'rib turibsizlar, ancha o'z joniga qasd qilish holatlari kuzatilyapti. Bu yangi muammo emas bu. Suitsid o'zi sadere ikkita so'zdan olingan, ya'ni o'zini o'ldirish degani, samoubiystvo degani. Suitsidis ikkita so'zdan olingan, sam себя убийство degani ikkita so'zdan olingan, suitsid. Avvalambor suitsid haqida gapirishdan oldin bir narsani bilib olinglar. Suitsidni ikkita turi bor. O'lim bilan tugaydigani bor. O'z joniga qasd qilish deyiladi va o'z joniga suiqasd qilish degani bu ya'ni o'zi aksariyat holda hayoti saqlanib qolinadi. Asosan VOZ, Всемирная организация здравоохранения, ya'ni sog'liqni saqlash butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ko'proq o'z jonini saqlab qoladigan suitsid emas, незавершенный suitsid emas, ya'ni o'lim bilan tugaydigan, o'z joniga qasd qilib olamdan o'tadigan suitsidlarni raqamiga ko'proq e'tibor beradi. Sababi hozir 1 milliondan ortiq odam har yili olamdan ko'z yumadi. Oldindan aytib qo'yamanki, ba'zi yillari Sog'liqni saqlash ayrim rahbarlari Sog'liqni saqlash vazirligini 85% ruhiy kasal degan gaplarni gapirishgan. Men endi familiyasini aytmayman, etika nuqtai nazaridan. Vaholanki 80-85% ruhiy kasal emas. Bu VOZ ma'lumoti. VOZni bergan ma'lumotga ko'ra, ya'ni butun jahon sog'liqni saqlash tashkilotining beradigan rasmiy ma'lumotiga ko'ra 80-85% ruhiy kasal emas. Endi biz ayrim rahbarlarimiz shunday qilgani sababi, shunday raqamni aytgani sababi sal mas'uliyatni o'z bo'ynidan olish. Bu kasal edi, shuning uchun suitsid qildi, o'tib ketdi degan ma'no kelib chiqadi. Vaholanki 80-85% ruhiy sog'lom. Va bu o'rinda birinchi navbatda biz bekorga yig'ilib gaplashayotgan yo'qmiz sizlar bilan. Buni asosida asosan bu psixologik omil yotadi. Shaxslar aro munosabati yotadi. Va qaysi yilni olib qaramaylik, oila birinchi o'rinda turadi. Sabablar ichida, omil ichida. Birinchi o'rinda oila turadi. Shaxslar aro munosabat turadi. Bu qaynona-kelin munosabatlari, bu er-xotin munosabatlari, bu
chipslar, ya'ni aka-uka, opa-singillar, e, kenayi va qayni-singillar, xullas shaxslar aro munosabatlar yotadi. Shuning uchun bu yerda juda bir muhim, o'ta bir murakkab holat va shu bilan birga 1 milliondan ortiq deyapmiz. Buni aniq soni 1 milliondan deyapmiz, lekin doim ko'rsatilgan raqamdan ko'proq asli suitsid. Sababi suitsidlarni hammasini to'liq statistikani olib borib bo'lmaydi. Masalan, o'zaro urushib qolishadi, borib uksus ichadi. Bilmasdan ichib oldim deydi. Er-xotin urushadi, eri jahl bilan chiqadi, mashinaga o'tiradi, paqlatib borib daraxtga o'zi ongli ravishda uradi. Bu DTP deyiladi. Ayol kishi eri bilan juda nizolashib chiqib borib o'zini suvga tashlaydi. Bu cho'kib ketgan bo'ladi. Shunga o'xshash bir qatorlari sof suitsid deb hisoblay olmaysiz. Shuning uchun suitsid berilgan raqamlarda ho voz bersin, ho O'zbekistonniki umuman latifa. Ayrim raqamlari hozir men sizlarga ko'rsataman buni. Shuning uchun raqamlar doim ko'proq bo'ladi. Shuni bilib olinglar. Endi faraz qiling, shuncha odam olamdan o'tyapti va shu bilan birga mana bitta hozir suhbatimizning o'zida shu vaqtda o'zida qancha odam o'tib ketadi. Endi bir narsani mana men bundan boshlab bilaylik. Davlatlarni o'zaro taqqoslash bo'lsa, yoki bir davlatni o'zi deylik Markaziy Osiyodagi bir nechta davlatlarni o'zaro taqqoslash bo'ladigan bo'lsa, yoki o'sha O'zbekistonni o'zida viloyatlarni o'zini bir-bilan taqqoslaydigan bo'lsa, bitta viloyatda soni ko'p aholini, bitta viloyatda soni kam. Shunda bittasida ko'proq, bittasida kamroq chiqadi. Shu obyektiv bo'lishi uchun uni koeffitsient chiqariladi. Har 100 ming aholi soniga suitsid asosida o'lganlar soni bo'yicha butun davlat bormi, hudud bormi, boshqasi bormi, hammasi tahlil qilganda mana bu guruhlardan foydalanadi. Har 100 ming aholi soniga bir yilda suitsid asosida o'lganlar soni 10 dan oshmasa, bu quyi guruh. 10 dan oshmasa. 11 dan 20 gacha bo'lsa, muammoli guruh ko'rib turibsizlar. Va 21 dan 30 gacha bo'lsa, bu o'ta muammoli guruh hisoblanadi. Mana shu asosda biz davlatlarni, biz viloyatlarni, boshqasini taqqoslashimiz mumkin. Shu asosda bultur qanday edi, bu yil qanday, bu tuman qanday bo'ldi, u tuman qanday, hammasini taqqoslash imkoniyatimizga ega bo'lamiz. Endi O'zbekiston o'zi qayerda degan savol hammani darhol qiziqtiradi. O'zbekiston qaysi guruhga kiradi deb. Shu vaqtgacha O'zbekiston hali birinchi guruhdan ikkinchi guruhga o'tgan emas. Birinchi guruhda bo'lsa, muammosiz guruh bo'lsa, hammasi joyida bo'lsa, nima qilib shuncha odamni yig'ib shuncha qimmatli vaqtini olyapsizlar degan savol ba'zi birlarda xayollarga kelishi mumkin. Shu o'rinda aytishim kerakki, birinchi navbatda birga da respublika bo'yicha eng yuqori chiqqanimiz 806 ga chiqdik. 16-yillari, 15-16-yillari. Hozir juda pasayib ketdik. Pasayib ketganimizning sababi biz hozir sizlar bilan gaplashamiz yana. Ko'proq katta yoshlilar biladi, paxta terardik. Ittifoq davrida 6 million paxta terardik. Shundan 3,5 millioni xirmonda bo'lsa, 2,5 millioni qog'ozda bo'lar edi. Xuddi shunga o'xshab bugungi kunda o'sha 15-16-yilgacha birmuncha statistika normalni olib borayotgan paytda bir majlisda chaqirib boshqa qilib suitsidni oldini olish yuzasidan qattiq majlisda o'tkazib, birikda hech bir begunoh hokim o'rinbosarlari ularga bog'liq emas shu narsa u ishdan olingandan keyin aqlli hokimlar bir pasda rasmiy so'rab olgan. Redaksiya qiladigan bo'lishdi, tahrir qiladigan bo'lishdi va raqamlarni chiroyli qilib beradigan bo'lishdi. Qolgan paytda ma'lum bir hokim ishdan olinayotgan bo'lsa, uni raqamlarni yaxshi qilib ko'rsatishadi. Yangi hokim keladigan bo'lsa, bir pasda raqam pasayadi. Endi bu suitsidni ziyoni juda katta bir kitoblar. Buni hozir demak tushunmadinglar. 3 ta guruhga bo'linadi. O'zbekiston 806 eng yuqori ko'rsatkich ko'rsatgan bo'lsa, hozir ja pastga tushib oldik.
bir tomondan xursand bo'lishimiz mumkin, ikkinchi tomondan mutaxassis sifatida aytaman, taxminan 40 yildan beri shug'ullanamiz bu suitsid bilan. Bu faqat suitsid emas, lekin suitsid bilan ham shug'ullanamiz. Bu ittifoq davrida o'z-o'ziga o't qo'yishda o'shanda bizni chaqirib bir narsa qilinglar, nima uchun ayollarda o'z-o'ziga o't qo'yish kuchayib ketdi deb turib oldimizga masala qo'yilgan. Shunda hamma viloyatlarni o'rganib chiqqanmiz. Shundan beri kuzatib boramiz. Endi 806 dan o'tgan bo'lmasa, o'zimizni O'zbekistonning o'zida 5 ta hudud ikkinchi guruhga kiradi. Sredniy degani, sredniy doim ham obyektiv ma'lumot berurmaydi. Sredniy masalan bitta shim pochasi 20 sm uzunda, bitta pochasi 20 sm kalta. Umuman sredniy olsa bir xil bo'ladi. Chunki sredniy bu haqiqiy anaqa emas. Mana endi hozir ko'ryapsiz, hozir men ko'rsataman, 5 ta viloyat o'sha guruhda bo'lgan 15-16-yillarda. Keyin sal pasaytirib, redaksiya qilishib, aqlli hokimlarimiz joyiga qo'yib qo'yishdi bu narsani. Raqamda, qog'ozda, amalda emas. Mana ziyonni ko'ryapsizlar. Yaponiya 2009-yili bir yilda o'lganlarning sonini hisoblab chiqib, shu o'lganlar qay daraja ziyon keltirgan deganda raqamni ko'ryapsizlar. Necha milliard AQSh dollari ziyon keltirganligi. Bir yilda o'lganlar soni. Qanday ziyon hisoblanadi deganda o'sha tug'ilgandan boshlab shu yoshga yetgungacha davlat bergan o'sha xizmati, bunga sarf xarajati, yana pensiyagacha yashasa qancha foyda keltirardi, shularni hammasini hisoblaganda mana shu raqam chiqqan. Va shu raqam chiqqandan keyin ular 16 milliard o'zini yapon yenida pul ajratib, shuni endi 10 yil ichida 20% ga pasaytirish maqsadini qo'yishgan. Yaponlar shunaqa taraqqiy etgan davlat shuncha pulni ajratib, 10 yil muddat berib, 10 yilda 20% ga pasaytirish maqsadini qo'yishgan. Bizning hokim Toshkent viloyatiniki 16 dan 1 yilda o'zida 5-6 ga tushiradi. Jeb tadbirkorimizda ustamiz bu narsalarga. Qog'ozda juda chiroyli yasaymiz hammasini. Shuning uchun endi Germaniyaning o'zi 300 million yevro ajratadi depressiya bilan suitsidning oldini olishga. Bu juda katta muammo bu. Inson muammosi. Stres deganimiz, stres emas, bitta depressiya. Depressiya emas, suitsidni oldini olish. Mana ko'ryapsizlar, 16-yili, keyin 17-yili pasayadi, undan keyin yana pasayib ketadi. Raqamlarni ko'ryapsizlarmi? Mana Navoiy. Demak, epitachak Toshkent viloyati, Navoiy, Jizzax, Qoraqalpoq yana bitta so'zlar ismi chiqdi. Endi ko'ringlar mana. Sirdaryo. Navoiy 6 ko'rsatyapti, keyin 12.3 ko'rsatyapti. Keyin yana 24-yilga kelib yana 6 ga tushyapti. Sirdaryo nisbatan bir tekis. Endi buni sabablari nimada deganda 15-yili Shavkat Miromonovich bosh vazir bo'lganlarida protokolniy поручение tushgan. Jizzax bir tekshiringlar, Jizzaxda nimaga bunaqa oshib ketdi, nimaga bu ondan oshdi degan masalani qo'yganlaridan keyin biz borib butun viloyatlar, lekin o'zim shaxsan Jizzaxni hammasini bir tekshirib, bu maktab psixologi bormi, anta mahalla faollari bormi, otinoylar bormi, domlalar bormi, hammasini gaplashib chiqamiz. Shunda Jizzax viloyatini o'zi 11 ko'rsatayotgan paytda Zafarobod, Zarbdor, Yangi Yer, Mirzacho'l, Paxtakor, Yangi emas, Mirzacho'l, Paxtakor yana bitta rayon 16 dan 26 gacha ko'rsatgan. 16 dan 26 gacha ko'rsatgan raqam. Juda katta, o'ta muammoli guruhga ham o'tgan. Shu o'rinda zomin 3.16 ni ko'rsatyapti. Endi nima uchun deganda, psixogenetika bor. Sababi hozir sanab o'tgan paxta zonalarga bir vaqtlari Andijondan, Farg'onadan migrantlar olib kelingan. Migrantlar olib kelinganda u yerda
yarim yil chaylada hayotini o'tkazadigan, bolasini moyda o'qish tugamasdan olib chiqib ketib, noyabrda o'qishga olib keladigan, uy joyi yetarli yo'q, ma'lumoti yo'q, doimiy ish joyi yo'q, faqat yarim yil chaylada o'tkazib, bu qishloq xo'jalik naqalarini yetishtirib, qishlab yana erta bahor chiqib ketadigan o'sha aholi borgan. Demak, Andijon bilan Farg'onani aholisini eng pastki qatlami ketgan ekan. Bu yerda psixogenetika yotadi o'sha. Uning ustiga ularni yashaydigan joyi yer sho'r, suv sho'r, defoliantdan rosa obработка qilingan, ximiya xildagi holat, seslarni tashadik, tuproqlarni o'rgandik, boshqa qildik, предельно допустимый normadan yuqori o'sha pochvani zaharlanganligi boshqasi. O'zi psixogenetika bor, yuqori ma'lumotga ega ehtiyoj yo'q, hech qanday madaniy o'choq yo'q. Haldagi atrofi hammasi paxtazor, molni ham boqolmaydi, molni boqsa paxtaga tushsa shtraf to'laydi. Hayotning qiymatliligini o'zi yo'q etdi. Zomin u O'zbekistonning Shveysariyasi. Umuman tog'larning ichida dorivor o'simligi eng boy bu zomin hisoblanadi. Oyog'i ustida zirali o'sib yotadi. Va u yerni yerli xalqi, migrant emas ular. Mana shuni hisobiga ularda 3.16, u yoqda 16dan 26 gacha chiqib ketadi. Shu o'rinda Toshkent viloyati bizga iltimos qiladi, bir ko'rib beringlar deb. Toshkent viloyatida Ohangaron tumani 36 ga chiqib ketadi. 36 faraz qilinglar, u 26 ga chiqib o'tdi yana paxta zona. 36 Ohangaron ko'rsatadi. Men 2 kun uxlamadim. Chunki u yoqda ko'rsatgan hamma sabablarni hammasini shunday tashab berdik-ku, lekin qanaqa qilib Ohangaron endi hozir men bu O'rta Saroygacha olib kelgan chegarani. Ilgari Ohangaron Olmalo o'sha Gai postidan boshlab nariyog'i 30 kilometrgacha bo'lgan узкий poloska, ikki yog'i tog', o'rtasida daryo, mana bunday joy lolla o'sayotgan joy. Migrantlar ham emas. Nima uchun deganda hammasini bir ko'rib, boshqa qilib, o'zimizni bir ilmiy taxmin qilib turib, borib haqiqatan o'rgandik va shunisi qiziqki, bir yaxshi a'lochi o'quvchi, aktivistga boshqa birdaniga o'zidan o'zi o'z joniga qasd qiladi, hech kim tushunmaydi, nima bo'lganini bilmaydi. Keyin o'zimizcha bir faraz qildik va o'sha gipotez tasdiqlandi. Yangiobodga borgan o'rtoqlar biladi. Angrendan 18 kilometr yuqori, yog'i Yangioboddan keyin Turbaza ketadi, 5 kilometr narida uran olingan. Urandan chiqqan chiqindilar atval deyiladi ularda. O'sha atvalda nurlanish, radiatsiya mikrozivertni o'lchanadi. Men radiologga bordim, apparatlarni ham boshqalarni hammasini o'lchadik-da, atvalda shunday ochuvchasi yotibdi. Atval bir necha metr chuqurlikka ko'milish kerak. Ko'milmagan. Bu yerda atval, naryoqda atval hammasi. Va shu yo'lni chetini o'zida shunday qilsangiz, o'zi 0.15. Radiatsiya hamma yerda bor. Chetda ham bor, boshqada ham bor. 0.15 bu norma hisoblanadi. Beton bo'ladigan bo'lsa, o'ta radiatsiya sal yuqoriroq bo'ladi. Shuning uchun chet ellarda, davlatlarda hech vaqt bolalar, algi bog'cha boshqalarga betondan qilmaydi ular devorni. Chunki radiatsiya ko'proq bo'ladi betonda. Endi 0.15 bo'ladigan bo'lsa, u yerda 0.3 insident o'sha. Insident degani 0.3 mi? Srojni tekshirish kerak. Qayerdan chiqyapti bu radiatsiya? Endi qayerdan chiqishi hojati yo'q, ko'rinib turibdi. Va shu yerdan sal atval endi tog' bo'lib uyilyapti. Sal yuqoriroqqa chiqsangiz, daryo yozib ham qo'yibdi. Mol boqish mumkin emas, dam olish mumkin emas, o't o'rish mumkin emas, qo'ziqorin terish mumkin emas, radiatsion fon deb qo'yibdi. Xalqaro belgisini qo'ygan. Hech kimni parvo etmay, u yerdagi mahalliy aholi molni qo'yib beradi. Odam tushunmagan mol tushunadimi? Radiatsiya qayerda yaxshi bo'lsa, o'sha yerda qo'ziqorin bunday o'sadi, o'tli o'sadi, borib yeydi, sutni sog'ishadi, hammamizni boqishadi, men ketaveradi. Atvalni yana tushunmagan o'rtoqlar hech qayerda maktabda o'qitilmaydi bu haqda, gapirilmaydi bu narsa. Olib borishadi, o'sha mashinaga solib, graviy o'rniga, shag'al o'rniga ishlatib, uyda stroymaterial sifatida ishlatishadi. Ana keyin devordan radiatsiya chiqaveradi. Qanaqa qilib rak bo'lib qolgani, nimadan rak bo'layotganligi hech kim tushunmaydi. Hozir ham shu ahvol.
Orada ma'lum bir vaqt proyekt bo'lgan, loyiha qilgan, mizraf loyiha qilgan Yevrosoyuz ma'lum bir katta summani 3dan 2 qismini Yevrosoyuz bermoqchi bo'lgan. Bizda 3dan 1 qismiga pul yetmagan, pulimiz qolmaganda qanday bo'lsak kerak o'sha yillari. Natijada Yevrosoyuz asli kerak bo'lmasa bizga nima kerak bor deganda pulni olib ketavergan. Shu hech narsa o'zgarmagan, shundayligicha qolgan. Faqatgina oxirgi yillarda bir 2 yil bo'ldi, bir 2 metrlik devor shu ko'tarib qo'yishdi. 2 metr devor radiatsiyani saqlar ekan. Ochiq yotibdi. Hamma yerda международный znaki bor radiatsiya bo'lgan joyda. Bu shaxtalar hozir hamma yoq yopiq, hech qayerda uran olinmaydi, boshqa qilinmaydi. Lekin o'sha zonalarning o'zida 3 ko'rsatyapti. Shaxtalarning oldiga yaqinroq borsangiz 7 ko'rsatyapti. 3,5 barobar ortiq radiatsiya. To'g'ri, uylarning ichida men endi o'zim ham dacham bor edi. Hammasini ko'rib tekshirtirdim, boshqa qildim. Uylarda, dachalarda, boshqa hammasi joyida. Lekin o'sha shaxtalardan chiqqan joy, kiraverishligi, hatto atrofda bo'lsa o'sha yerda 7 ni ko'rsatadi. 3,5 barobar previshaydi. Предельно допустимая norma. Bular hammasi shunga olib keladi o'zidan. Bular o'zi sразу olib kelmaydi, bular sal depressiya holatiga tushiradi. Depressiya holatiga tushirgandan keyin o'z-o'zi odam bitta kichkina bir naqa bo'lsa ham, sabab bo'lsa ham, kichkina nizo bo'lsa ham bir pasda boradi, o'zini yo osadi, yo zaharlaydi, bir narsa qiladi. Raqamlarni ko'ryapsizlar mana. Endi Sirdaryo ham nima uchun Sirdaryo? Sirdaryo ham migrantlar. Ko'p migrantlar Sirdaryoda. O'sha o'zlashtirilganda naqa bo'lgan migrantlar. Shuning uchun ma'lum yillar spid ham eng yuqorisi Sirdaryoda edi. Bu ham Sirdaryoda ko'p masala Sirdaryoning og'ir viloyatida hisoblanadi. Shuning uchun Shavkat Miromonovich o'zini predvыборный kampaniyalarda o'zim ishtirok etganim o'shda juda katta masala qo'yganlar. Sirdaryoni eng birinchi namunali viloyat qilaman. Hamma kelib Sirdaryodan o'rganadi degan maqsadni qo'yganlar. Shuning uchun ham Samarqanddagi ilgari Navoiyda hokim bo'lgan eng yaxshi, eng kuchli hokimlardan bittasini olib kelib hozir Sirdaryoga hokim qilib qo'ydilar. Yana bitta masala, mana hozir ko'rasizlar, mana Navoiy 6, 12, 6. Endi bir narsaga e'tibor beringlar. Hozir Qashqadaryoni ko'ryapsizlarmi? 07. Umuman bizda bunaqa raqam bo'lgan emas hech vaqt. Bu endi Qashqadaryoni ustaligi. Anjonni ko'ryapsizlarmi? 1.9. Bunaqa past ko'rsatish bo'lgan emas. Ba'zi atchetlarda olib qarasangiz, yarim yil bitta ham suitsid bo'lmaydi Anjonda-da. Ikkinchi yarim yilda bir pasda plan to'ldirib qo'yishadi, boshqalarga qarashadi-da, o'shanga raqamni qo'yib qo'yishadi. Kechirasiz-yu, ittifoq davrida xalqaro konferensiya o'tkazilardi, hozirga o'xshab. Butun 15 respublikadan kelardi. Shunda estonlarni men olib yurar edim. Estonlar menga yarim hazilmi, yarim kinoyami, yarim qitmillimi, nima deyishardi, bilasizlarmi? Biz SSRda eng kasal xalq bo'lsak kerak. Nimaga desam, aql zaiflarni bizda eng katta, boshqa kasallik eng katta foiz chiqadi, spid eng katta foiz chiqadi. Nimaga biz bizda eng katta foiz bo'lgancha eng kasal xalq bo'lsak kerak? Ularda statistika yo'lga qo'yilgan. Har bir narsa hisobga olinadi. Bizda statistika yo'q. Ma'lum yillari Qoraqalpog'istonda dastlab endi yordamchi maktabda bitta joy tashkil etilayotganda, nimaga yordamchi maktabda ochmaysizlar deganda, bizda jinlar yo'q deyishardi Qoraqalpog'istonda. Bizda ya'ni aql zaiflar yo'q deyishgani. Aql zaiflar yo'q emas, aql zaiflarni ajratish, ularga diagnoz qo'yish, ularga alohida o'qitish haqidagi bilimni o'zi yo'q edi. Tasavvur o'zi yo'q edi. Xuddi shunga o'xshab, mana bunga o'xshab u baraka topganlar, bunaqa juda quyi ko'rsatishlar bo'lmaydi o'zi asli. Lekin afsuski hozir shu raqamlar shunday bo'lyapti. Endi yana bitta narsaga e'tiboringizni tortaman sizlarni.
ayollarni hayoti, ayollarni o'z joniga qasd qilishi, boshqa qilishi ma'lum darajada hayot sifatini ko'rsatadi. Qashqadaryo eng past ko'rsatadi-da, lekin ayollarni o'zi umuman dunyo bo'yicha VOZ ma'lumotiga ko'ra 3 ta erkakka bitta ayol to'g'ri keladi. Olamdan o'tadigan suitsid asosida. Nisbati 3:1. 3 ta erkak, bitta ayol. Ba'zi viloyatlarimizda bizda hozir 2 ta erkak, bitta ayol. Ba'zi viloyatlarda 1:1, 50% ayollar, 50%. Qashqadaryoda o'xshaganlar, Qashqadaryo viloyatida stabil ravishda 2 ta ayolga bitta erkak to'g'ri kelyapti. Bu hayotda ancha murakkabligi, munosabatlarning ancha tarangliligi, nizoliligi, boshqasi o'zi juda quyi ko'rsatish ko'rsatadi. Ayollarning o'limi erkaklarga nisbatan o'zingiz ko'ryapsizlar, 3:1 dunyo bo'yicha bo'lsa, VOZ bo'yicha bular 2 ta ayolga bitta erkak to'g'ri kelyapti. Bu nimadan dalolat beryapti? Bu yana psixologiya, yana muloqot madaniyati, elementar muloqot madaniyati. Endi sabablari nima deganda, sabablari marhamat ko'ryapsizlar. Shaxsaro munosabatlar, kelin-kuyov nikoh kechasidagi bir nechta suitsidlarni o'zimiz guvohi bo'lganmiz. Yosh kuyov 18-19 yoshda, yosh o'ylanyapti. Nikoh kechasi o'z vazifasini bajara olmayapti. Ertasiga ertalab o'zini osyapti. Isnot bo'ldim, boshqa bo'ldim deb. Elementar jinsiy tarbiyani berilmaganligi, boshqa qilmaganligi, boshqasi asosida mana shunday holatni ham biz boshdan kechirganmiz. Va ko'p misollarni men ilgari ham aytardim, leksiya ham aytardim. O'zimni shogirdim bilan Qashqadaryoda yurib, o'shanda naqilganimizda bitta qiz birinchi marotaba hayotida o'zining sinfdoshidan o'pishadi. Potsiluy, boshqa hech narsa yo'q, petingan, boshqa hech narsa yo'q. Va o'sha kuni kutilmaganda onasi hech narsa gapirgan emas, boshqa menstruatsiya oy ko'radi. Va shu o'pish bilan qon kelishini o'zicha bog'lab, dugonasiga dardini aytib, o'zini so'zlarga quyib, olamdan o'tadi. Elementar sanitar gigiyenik bilimmi yo'qligi bu. Jinsiy tarbiya baraka topganlar Sovet davrida bitta bir yarim yalang'och ayolni rasmini ko'rmasdik hech qayerda. Bitta qattiqroq o'pishadigan bo'lsa 16 yoshgacha ko'rish mumkin emas deb yozib qo'yishardi. Hamma o'sha filmga o'zini urar edi. Hozir kechirasizlar, pornoni eng tejollisini internet orqali xohlagancha ko'rsatishadi. Lekin kitobda buni tabii o'zini ma'lum bir bilimlarni yoshiga yetganda berishga yo'q. Bu siyosatimizga to'g'ri kelmaydi, biz axloq odobimizga to'g'ri kelmaydi, bizga madaniyatimizga to'g'ri kelmaydi, milliy qadriyatlarimizga to'g'ri kelmaydi degan narsani gapirishadi. Bollaqatdan keladi, qanaqa aholi shunaqa ko'payyapti. Asal o'ylash kerak-ku, kalla bilan. Shuning uchun jinsiy tarbiya ham yo'q. Natijada bu holatlar ham bo'lyapti. Giyohvandlik, alkogolizm, bu haqida gapirishga hojat yo'q. Ayniqsa giyohvandlikni. Hammasini o'qib o'tirmayman, ko'ryapsizlar. Endi suitsidni asosiy mexanizmi psixogen situatsiya yuzaga keladi, psixogen holat yuzaga keladi. Bir nizoli og'ir holat, bullying bo'ladimi, zo'ravonlikning ma'lum bir formasi bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? U o'z-o'zidan frustratsiya holatiga tushadi. Bu yerda mutaxassislar o'tirishdi, buni men faqat talabalarga aytyapman. Balki frustratsiya nimaligini tushunmas. Shuning uchun frustratsiya shu yengib bo'lmaydigan bir to'siq paydo bo'ladi. Psixologik to'siq bu bir katta muammoki, bu muammoni yechib bo'lmaydigan holatda anglaydi, shunaqa idrok etadi, frustratsiya holati. Keyin depressiya holati, butunlay to'liq tushkunlikka tushadi va yog'i suitsidga bir qadam yo'l depressiyadan. Shuning uchun mana shu psixogen holatni o'zini oldini olish kerak. Shuning uchun bugungi kunda zo'ravonlikka juda katta e'tibor berilyapti. Shu zo'ravonlikni oldini olishi.
5 ta turini oldini olishga e'tibor berilib, qancha dissertatsiyalar yoqlanyapti ko'ryapsizlar. Omillari. Ma'lum odamlarda iqtisodiy omil ham juda muhim o'rin o'ynayapti bugun. Ilgari bunaqa holat emas edi. Ilgari biz даже mustaqil yillarning boshlarida, boshqalarda intervyu olganlarimizda oila ko'rsatuvida Zamira Muqaddirova bilan birga ishlardikda, o'shanda intervyularda olganimizda, boshqa qilganimizda hech kim o'zini bir kambag'al demasdi. Va o'zi ozgina bo'lsa ham o'shani o'zi yetarli hisoblab, shu hayotda mamnun bo'lib yurishardi. Bugungi kunda hayotning o'lchami faqat mablag', faqat moddiy ta'minot, faqat pul bo'lib qoldi. Bu odamlarning hayotiga, hayotni idrok etishiga, hayotini baholashga va hayotini baholagandan keyin o'z-o'zidan o'zini psixologik kayfiyatiga ham bevosita juda kuchli ta'sir qilyapti. Men o'zimni misolimda aytaman. Men o'tgan gal aytdim, yana bir bor takrorlayman. O'zimni ammamni o'g'illari oliy ma'lumotli, agrar universitetini bitirgan, shunday qiynalgan boshqa qilganda, shu qiynalganligidan soppa-sog' hech bir narxasi yo'q, ishsiz, bir necha joylarda o'zi Toshkentlikmiz, savxozda, boshqalarda glavnagraddan bo'lib ishlab, keyin mustaqillikning dastlabki yillariga og'ir ahvol bo'lgan, savxozda boshqalar hammasi o'zgarib, haldagi bo'lgandan keyin kelib, turar joyi ham yo'q, boshqasi ham yo'q, xotinnikida turadi, xotindan keyin onasidan qolgan joy, qaynonasidan qolgan joyi, yana ana yoqda hovlisi bor, aka-ukalar yana o'zaro bo'lishishadi. Natijada bu vodnikka chiqib keldi, mana 9 etajli uy bor edi, naqaga postga yetmasdan. O'sha yerda yashab, xotiniga kasal, o'zi bechora meni yoshimda mashinalarni mamta bir norasmiy stoyankalar borku, o'sha stoyankalarda turib ishlar edi. Shunchalik qiynalib ketganidan borib o'zini osadi. Osib olamdan o'tadi. Men sizga moddiy ahvol va uy ham notinch, vidima xotin постоянно naqada, boshqada mana shu situatsiya. Soppa-sog', hech bir naqasi yo'q, boshqasi yo'q. Suvni tekshirganimizda nima uchun Ohangaronda degani, birinchidan uran, ikkinchidan daryoda, pastki techeniyada, aynan Ohangaron aholi yaxshi joylashgan joyda o'sha u qo'rg'oshinni предельно допустимый normadan ortiq chiqqan qo'rg'oshin. Qo'rg'oshin 25 yilgacha organizmda turar ekan. Ertadan chiqib ketish uchun 25 yil kerak bo'lar ekan organizmda. Buni na quyosh, na boshqa narsa hech narsani qilmas ekan qo'rg'oshinni. Biz yoshligimizda lankali o'ylab yurar edik biz. Tushunmasdan hech kim hech narsa demasdi bu to'g'risida. Va shunday joylar borki, endi u yog'i biz bu yo'llarni o'rgandik-ku, Semuran degan joylari bor. Semuranda hatto o'sha otayotgan shlaklarni, boshqalarni olib ketayotganda ko'zi bilan temirlargacha ta'sir etar ekan. Ahvoldan keyin eshitdik uni. Endi nima qilishimiz mumkin? Potensial imkoniyatlarimiz nimada? Men hali aytdim, eng katta omilimiz bu oila. Qaysi yilda olib qaramang, eng katta foizi oila tashkil etadi. Oilaviy munosabatlar tashkil etadi. Shuning uchun oila insonni mustahkamlash, boshqa qilish va oiladagi munosabatlarni joyiga keltirish bu bizning vazifamiz. Birinchi navbatda pedagog, psixologlar, pedagogik yo'nalishdagi barcha mutaxassislarning vazifasi hisoblanadi. Elementar bitta bir shirin so'z bu butunlay boshqa narsa-da bu.
Biz faqat iloji boricha ta'sir etish uchun, boshqa qilish uchun ota-ona va bolalar munosabatlarida yaxshi bilasizlar. Masalan, to'g'risini aytish kerak, men yigitlarni tarbiyasini juda ko'p misol keltiraman. Рома, Сёма deydi, ты такой умный deydi. Ты такой прекрасный deydi. Ну как ты мог это сделать, я не пойму deydi. Ты самый умный deydi. Doim maqtaydi, boshqa qiladi va biror kamchilik aytishdan oldin maqtab ijobiy tomonlarni aytib, keyin o'zini kamchiligi aytadi. Bizda nima qiladi? Bizda eng qo'pol birorta hayvon nomi qolmaydi. Cho'chqami, eshakmi, to'nkami, hammasini gapirib chiqadi. Yo'q, men tushunaman, maqsadini tushunaman ota-onani. Qattiqroq gapirish, o'yib olish, ta'sirli qilib tarbiyalash, men tushunaman, lekin bu nima qiladi? Bu o'ziga bergan bahosini pasaytiradi. Bahosini pasaytirish bu yog'i o'z-o'zidan talablar darajasini pasaytiradi. Talablar darajasini pasaytirish irodani safarbar qilishga qo'ymaydi. Umuman psixikaga qattiq ta'sir qiladi. Mana bu ota-ona va bola munosabatlari. Va bizda yana bitta tomoni psixologik savodsizlik bor. Men doim aytaman, boshqa abituriyentlar ham aytaman. Kechirasizlar, davlat maslahatchisi bo'lib turib, fan ta'limni boshqarib, psixolog ham psixiatr farqiga bormay, psixologdan bo'shatib, unaga psixiatrni ishga olgandan keyin Davlat jamiyat qurish akademiyasida nima deyishingiz mumkin? Oddiy ahvoldan nimani olishimiz, so'rashimiz mumkin, talab qilishimiz mumkin. Demak, biz psixologik savodxonlikni yetkazishimiz kerak, psixologik savodxon qilishimiz kerak. Lekin biz hozir mana psixologiya, oila psixologiyasi вообще chiqib ketdi. Fan o'qitilmaydi, boshqa qilinmaydi. Qachon maktab psixologi bolalar bilan muloqotda bo'la olmaydi? Ota-onani, umuman aholini psixologik sal bilimlarini psixologik savodli qilishi o'zi uchun birinchi navbatda maktab psixologi ishlash kerak. Maktab psixologi qanaqa ishlaydi? Maktabda yugurib keladi bola, maktab dars tugashi yugurib chiqib ketadi. Faqatgina urushgan, bir-birini urgan, birini qonatgan bolalar bilan ishlaydi. Bu ham bo'lsa ishlamaydi, inspektor chaqiradi. Psixolog ishi, maktab psixologi ishi emas. Qachonki biz ma'lum bir predmetni, bu kechirasizlar, oila psixologi yodda tursin, 54-yillari, davomli siz yaxshi bilishingiz kerak uni. Siz yoshingiz endi kattaroq, akabirga menga nisbatan deyman, uzr so'rayman. Siz ham 19 yoshdasiz. Hisoblab, endi Teplov Boris Mixailovich darsligi bo'lar edi. 52-54-yillari maktabda psixologiya alohida darslik bo'lar edi. U diqqati bormi, idrok bormi, tafakkur bormi, boshqasi bormi, temperament bormi, xarakter bormi, shular haqida ma'lumotga ega bo'lar edi. Biz hozir kechirasiz-ku, bu ba'zi o'qiyotgan studentlardan so'rasangiz uni bilmaydi. Shuning uchun psixologik savodxon qilishimiz kerak. Natijada ota-ona va bolalar orasidagi munosabatlar taranglashadi. Biz hali oila qurmasdan turib qaynonlar haqida antiq kella qo'zg'olonni, film, spektakl, boshqa hammasini ko'rsatamiz. Natijada qaynona haqida noto'g'ri buzilgan uстановка shakllantirib qo'yamiz. Bu ham noto'g'ri. Shuning uchun biz o'sha psixologik savodxonlikni oshirishimiz kerak aholida. Masalaga alohida e'tibor berishimiz kerak. Mana bunaqa joylarni hammasini bir o'ylashimiz kerak, nima qilish kerakligini. Lekin halizgacha shundayligicha yotibdi. Agar yolg'onsiz, marhamat, bugunoq chiqib ko'rib kelishingiz mumkin. Yangiobodga chiqasizmi, boshqa yerga borasizmi? U Krasnovodsk ham uzoq ketgan emas. Qayerda o'ran olingan joylar bo'ladigan bo'lsa, shundayligicha yotibdi emas. Buni albatta ko'rishimiz kerak, bilishimiz kerak. Vazifamiz bu. Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashda taklif oila psixologiyasini biz kiritishimiz kerak. Shuning uchun o'zbek oilasini zamonaviy modelini ishlayotgan ekanmiz. Shu albatta kiritamiz, xudo xolasa, o'qitamiz. Natijada faqat oila psixologiyasi emas, balki maktab psixologi bilan o'quvchi orasida munosabat, kontakt, muloqot bu paydo bo'ladi. Shu muloqot paydo bo'lgandan keyin u oila psixologiyasini o'qitadimi, xohlagan nima boshqasini o'qishdan tashqari yana xohlagan savolni berib, psixologdan yetarli bilimini oladi. Psixologiya haqida ozgina bo'lsa ham bilim bilan chiqib ketadi. Buni maktab
saviyasida qilishimiz shartmi? Endi bu malaka oshirish boshqalar haqida men ortiqcha gapirib o'tirmayman. Hozirgacha bu raqamlar hammasi statistikalar yopiq hisoblanadi. Bu sekretniy hisoblanadi. Sirada aytib qo'yay, hozir aytdilar Rustamjon. Bu Gen prokuratura yig'adi bu masalani. Lekin bu masala o'zi Gen prokuraturada emas, nomutaxassisning qo'lida emas. Bu bevosita Sog'liqni saqlash vazirining qo'lida bo'lishi kerak. Da, главный sud bor, u ham yig'adi, tahlil boshqa qiladi. Lekin majlislarda, boshqalarda, hammasida sud ishtirok etishi kerak. Viloyatlarda sud bo'lishi kerak. Yo'q sud hozir viloyatlarda. Uni alohida buni tashkil etish kerak. Nimaga butun dunyo bo'yicha VOZ shug'ullanadi? VOZ suitsiddan shug'ullanadi. Butun dunyoga qanaqa holat haqida VOZ ma'lumot beradi-yu, bizda Gen prokuratura. Qani mantiq bu? O bechoralar, bular yuristlar, ular hech bir aloqasi yo'q bunga. Har kim o'z ishidan shug'ullanish kerak. Nomutaxassislikning natijasi bu. Keyin sirriy reyestrdan chiqarish kerak buni. Ochiqchasiga gapirish kerak. Mana hozir men gapiryapman, boshqa qilyapman. Lekin men birorta jurnalga men hozir maqola bera olmayman. Zo'rg'a o'zim bundan 2-3 yil oldin o'zimizni shogirdlar bilan, anta professor Akalayev bilan 16-klinikadagi ular bilan birgalashib zo'rg'a o'zimizni jurnal bo'lgani uchun zamonaviy ta'limda chiqardik shuni. Bundan oldin 1-2 yil oldin bardiki, o'zingiz bilasiz-ku, bir narsa bo'lsa jurnalimiz ketadi degan narsada 1-2 yil ish chiqara olmagan maqolani. Xorijiy hamkorlar bilan umuman muloqotda bo'la olmayman men. Chunki men xuddi sirli ma'lumotlarni berib, anta kim bo'ldi do'psga bor odam, xiyonat qilayotgan odam bo'laman vatanga. Bunaqa bo'lmaydi. Nimaga ittifoq davrida, sobiq ittifoq davrida bu narsa ochiq edi. Har yili statistika BSR degan yillar oxirida kitob chiqaradi. Bu yerda hamma qotillik ham bormi, boshqasi bormi, hammasi bemalol berilardi. Shuning uchun buni reyestrdan olish kerak. Endi yana bir narsani aytaman, mana men bunga alohida. Biz suitsidni o'zaro davra bilan gaplashish, boshqa bilan gaplashish, lekin haligi bir tayyorlanmagan auditoriyaga kunuz orqali, reps orqali, boshqalar orqali yaxshi hozir osilganini ko'rsatmayapti. Ilgari rasm bilan anta universitet oldida osib qo'yilganini ko'rsatardi rasm. Biz 80-yillari o'sha TSK chaqirib bizga vazifa qo'ygandan keyin o'z-o'ziga o't qo'yishni o'rganganimizda biz TSKga tavsiya bergandik. Hech qayerda ortiqcha maqola chiqmasin o'z-o'ziga o't qo'yish haqida. Sababi o'z-o'ziga o't qo'yish haqida bitta maqola chiqqandan keyin o'sha qishloqda albatta 3 ta 4 ta o'z-o'ziga o't qo'yish chiqardi. Xuddi haligi infeksiya tarqalganday tarqalardi. Jurnalist o'zini familiyasi uchun ishlardi, chiroyli qilib yozar edi, badiylashtiribdi. Ana men o'zim jonimga qasd qilsam, bu yerda ikkita maqsad bor-da. Birinchidan ma'lum bo'lish, hammaga ma'lum bo'ladi o'lgani. Ikkinchidan o'sha o'lish asosida jurnalistlarga yozuv asosida agressiyani o'sha buni xafa qilgan odamga yoki o'sha oilaga yoki qaynonasiga, boshqasiga qaratish bo'ladi. Mana shu ikkita motivatsiya asosida bu narsa keskin ko'payadi. Shuning uchun bunaqa osishlarni, boshqalarni umuman bunaqa ortiq yozish ham kerak emas, reps yozish ham kerak emas. Oldin yozadi, 2 kundan keyin yana uni tushuntirish beradi, nima uchun shunaqa bo'ldi, kimga kerak bor? U faqatgina suitsidni ko'payishga xizmat qiladi. Biz uni 35 yil oldin, 40 yil bo'ladi. 40 yil oldin buni TSKga bergandik. U vaqtda sobiq ittifoq edi, TSK edi. Prezident devoni emas edi, administratsiya emas edi, prezident instituti emas edi. Haligacha shu kamchilikka yo'l qo'yyapmiz.
Endi yana bitta narsa, hokimlarni biz jazolamasligimiz kerak. Hokimlik xodimlarini ham suitsid asosida jazolamasligimiz kerak. Shu jazolashimiz bir tomondan hukumat men tushunaman, uni qattiq o'tkazish, boshqa qilish, odamlarning salomatligiga qaramayapsan, boshqa qilmayapsan, bunga e'tibor bermayapsan degan ma'noda qilyapti. Lekin buning natijasi butunlay boshqacha kelyapti. Natijada ular rasm solyapti. Hukumat rahbarini ham, davlat rahbarini ham ko'zini yummayapti. Ya'ni ularga noto'g'ri informatsiya berib, ularni chaltiyapti. Hukumat rahbarini ham, davlat rahbarini ham. Mana yaxshi bo'lyapti, mana pasayyapti, mana muammo yo'q, hammasini yechib biz degan ma'noga olib kelinyapti. Hayot daryo kabi orqaga oqmaydi, faqat oldinga va qaytmas tarzda oqadi. Hayot juda ko'p svetoforlardan iborat, ammo ma'lum odamlar o'sha daltonizmdan kasal, ma'naviy daltonizm bor. Rangni ajrata olmaydi. Istiqbol haqida o'ylash, o'tmishni unutmaslik va bugungi kun bilan yashamoq lozim. Yashash san'ati bugungi kun manfaatlari bilan ertangi kun manfaatlarini mujassam olib borishdadir. Hayotiy situatsiyadan ko'ra uni o'zgacha idrok etish xavfliroqdir. Hayotning murakkabligi, og'irligi, ba'zilarini bemehrlikka, ba'zilarini esa o'ta mehribonlikka olib keladi. Hammasi shaxsga bog'liq. Ekstremal situatsiyadan psixik himoyaning eng yaxshi yo'li ekstremal situatsiyani vaqtincha ongli ravishda o'chirib tashlash, unutish, esdan chiqarish. Yashagan hayotingning hisobotini narigi dunyoda emas, balki shu dunyoda sarhisob qilish kerak. Faqat suitsid yo'li bilan emas. Hayot prezident trassasi emas. Hayot turli og'ir sinovlardan iborat. Va biz buni o'sha oila psixologiyasi bo'ladimi, adabiyot darsi bo'ladimi, boshqa darslar bo'ladimi, predmetlar shular orqali biz o'quvchi ongi, yoshlar ongi singdirishimiz kerak. Men eng og'ir tomoni baraka topkurlar. Bizda boshqa davlatlarga nisbatan ikkita narsada bizda spesifikamiz chatoq. Bizda ayollar o'limi ko'proq, bolalar o'limi ko'proq boshqa davlatlarga nisbatan. Boshqa davlatlarda 3-1 bo'ladigan bo'lsa, men hali chiroy ko'rsatdim. 2-1 Qashqadaryo, 1-1 bir qator 4 ta 5 ta viloyat o'sha sredniy statistический dunyo bo'yichagi sredniy dannidan ancha og'ir. Chunki bolalar o'limi bilan ayollar o'limi bu ayanchli ahvol. Yana bitta tomonini hisobga olinglar. Suitsidni asosiy 50% dan ortig'i 16 yoshdan 35 yoshgacha bo'ladi. Eng gullagan, eng chiroyli, eng yosh davrda bo'ladi. Qachonki ehtiyojlar juda katta, imkoniyatlar cheklangan, hayotga hali tayyor emas, sinovlarga tayyor emas, ularni hech kim tayyorlamaydi. Bugungi kunda oila ham tayyorlamaydi, bugungi kunda maktab ham tayyorlamaydi, ta'lim ham tayyorlamaydi. Va psixologik jihatdan umuman ota-onalar ham, boshqalar ham hammamiz savodsizmiz. Aholi savodsiz. Va bularning hammasi bunga ta'sir qiladi o'z-o'zidan. Hayoti haqingdagi baxtli daqiqalardan mamnun bo'lish, ularni qadriga yetish, ulardan quvvat olib, belgilangan zafarlarga yetish harakatini qilish kerak. Shu bilan birga har birimizni hayotimizda uchrashish oldinga bo'lmagan taqdir sinovlarini chetlab o'tishimiz mumkin emasligi va unda oqilona chiqishga tayyor bo'lishimiz kerak. Uning uchun oila ishlash kerak. Uning uchun ota-ona ishlash kerak. Uning uchun hayotda hayot bir tekisda ketadigan emas, baraka topkurlar. Islom deg'anchi o'zlari qanday qiyinchiliklarni boshdan kechirganlar. Bular yoshlar ko'pchilik bilmaydi. Katta yoshligilar, ma'lum yoshligilar biladi uni. Qanaqa jeddomda o'sganlari, qanaqa olib kelib yana olib borib jeddomga qo'yganlari bilan bekorga jeddomlarga e'tibor katta bo'lganligi sababi shunda baraka topkurlar. Juda qattiq. Keyin o'sha katta bo'lganlardan keyin ularni ma'lum o'sib istiqbolli bo'layotganlarida Qashqadaryoga obkom sekretari qilib yuborilgani, u vaqtda paxta bilan o'lchanar edi rahbari, sindirish maqsadida silka bo'lgan edi, politiskiy silka. O'sha yerdan ham chiqib davlat rahbari bo'lganlari qanaqa qiyinchiliklarni boshdan kechirdilar. Andijon voqealari, ularning diktatorni butun dunyoda e'lon qilinishi,
va o'z-o'zidan mustaqillikni ushlab qolishi uchun ma'lum bir malakroviy deydi, qon to'kilishga sababchi bo'lganlari, bular hammasi va shu bilan birga oiladagi ma'lum bir holatlarni ishlatib, ma'lum bir kuchlar ularni ancha naqadar obro'larini, xalqaro avtoritetlarni pasaytirishga xizmat qilganlari. Hozirgi prezidentimizni qanaqa qiyin holatlarga o'tganlari. Ante Islom G'aniyevich Ironmi qaysi prezidentdan ko'rib Mirzo Ulug'bekni poyoniga gul qo'yishdan oldin kallani olib qo'yishgani, uni olib borib zo'rg'a bir amallab Chilonzordan bittasini kallasini olib kelib qo'yib ketdi. O'sha situatsiyadan chiqqanliklari. Bunaqa holatlarni men boshqa holatdan ham aytaman. Juda men o'ylamaylar u davlat rahbarlari maza qilib yashaydi. Og'ir hayot. Sizlar faqat ularni holatiga tushib ko'rmagansizlar. Sizlar bilmaysizlar. Men yoshlarni aytyapman, sizlar nima yaxshi bilasizlar-ku. Shuning uchun bir kitoblarda hayot o'sha prezident bo'ladimi, ministr bo'ladimi, bosh vazir o'rinbosari bo'ladimi, ularning hayoti juda og'ir. Ba'zan shaxsiy hayotini o'zi yo'q bo'ladi. Ularni atrofdagilar normal yashaydi. Ba'zan shohona yashaydi. Lekin o'zi uchun inson sifatida yaxshi, normal, mustaqil hayot kechira olmaydi bechora. Ularning hammasi hayotiy sinovlar shunaqa lavozimlarga erishib, shunaqa boshda qiyinchiliklarni o'tkazishadi. Sizlar hozir eng baxtli odamsizlar yoshlar. Sizlar hech qanday bir tashvish, boshqa narsalar yo'q. Ko'pchiligida bu farzandlar ham yo'q, er ham yo'q, hali xotin ham yo'q. Maza qilib yuradigan paytinglar hozir. Eng oltin davringlar. Buni qadriga yetinglar. Lekin ertaga oila qurgandan keyin oilani ma'lum bir tashvish tushadi bu yiliga. O'shanga tayyor bo'linglar birdamlar. Va shunda darhol antga borib parasuitsidmi, boshqami, o'shaqa holatlarni qilmanglar. Va sizlar endi bu yerda o'zingizlar qilmaysizlar-ku, men sizlarga aytyapman, sizlar orqali sizlar mutaxassis sifatida ertaga shu narsalarni oldini olish maqsadida yetkazasizlar yoshlarga degan ma'noda aytyapman. Sizlar ijod qilolmaysizlar bunaqa narsaga. Shunga e'tibor beringlar deyman. Shu ma'noda aytyapman sizlarga. Murojaat qilib. Shaxsiy suitsidga qo'l urishi ko'p jihatdan sabab omilning ta'sir kuchiga emas, balki shaxsning individual psixik xususiyatlariga bog'liq. Bittasi chidaydi, ikkinchisi chidamaydi. Va shu o'rinda nima uchun Yaponiyada shunaqa rivojlangan davlat boshqa, men to'g'risi juda kuchli ta'sirotda qolganman Yaponiyaga borganda, 1 oy bo'lganman 97-yili. Prosta qoyil qolasizda, bularning muomalasi, bularning madaniyati, bularning o'zaro munosabatlari va shu bilan bir gender tenglik deymiz. Qonun hammasi gender tenglik 100% ta'minlangan, turmushga chiqish bilan qonun chetda, traditsiya, an'ana birinchi o'rinda. Shuning uchun men buni hozir ideallashtirib gapirmoqchi emasman. Lekin shu Yaponlarda suitsid hozirgacha yuqori. Hozir 15 ko'rsatyapti. Oxirgi yili 15 ko'rsatdi suitsid. Nimaga shunchalik rivojlangan davlat bo'lsa, shunchalik iqtisodiy mana bunday shohona yashaydigan yurt bo'lsa, deganda ular azaldan suitsidni ilohiylashtirishgan, suitsidga ijobiy uстановканы shakllantirib qo'yishgan, suitsiddan faqat jasur, juda o'zi mard odam suitsid qiladi degan narsani miyaga mantiq quyishgan. Shuning uchun suitsid bu natsionalniy cherta deydi. U bir o'ziga bir xos ijobiy xislatga aylangan. Shuning uchun hali ham kurashib yotishibdi bechora yaponlar. Endi shu narsani biz o'zimizda shuni yaponlardan kelib ko'rgan holda hisobga olib, shu suitsid bir zaiflik, suitsid bir irodasizlik, suitsid bir kerak bo'lsa avtoaggressiya qotillikning bir formasi, suitsid umuman bir hayotga tayyorlanmaslik, infantillikning bir turi degan ma'noda salbiy uстановканы shakllantirishimiz kerak suitsidga nisbatan. Va bu psixologlar oldida turgan vazifalardan bittasi deb hisoblayman.
Kimlardir o'zlarini butun hayot davomida baxtli deb hisoblashadi, kimlardir o'zlarini bir umr baxtsiz deb aytishadi. Baxt taqdirda emas, ko'p jihatdan uni o'lchash mezonlaridadir. Ba'zi shaxslar hayotda yonib o'tadilar, ba'zilari hayotni behuda yoqib o'tadilar. Yoshlik qalbning gullashi, yetuklik hosil berishi, keksalik esa mevasidan bahramand bo'lishdir. Bolalikda har bir kun topilma, yetuklikda baxt va sinovdir, keksalikda esa har bir kun sovg'a. Ko'p savollarga ega bo'lish, ya'ni hayotning mazmuni to'laqonli yashab o'tish har biringizga nasib etsin. Qanday savollar bo'ladi menga? Savollarga tayyorman. Marhamat. Hech uyalmasdan xohlagan savollarni berishingiz mumkin. Savollar bormi? Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Alaykum assalom. Birinchi kurs boshlang'ich ta'lim talabasi Amir Saidova Clara bo'laman. Mani savolim shundan iboratki, hayotingizda qandaydir depressiya yoki stressli holatlar bo'lsa, bu holatdan qanday chiqib ketasiz? Rahmat, rahmat. Tak, men u yog'ini yozmamanmi? Yo'q, yozilmabdi. Bo'lmasa men aytaman. Birinchi navbatda siz psixologga murojaat qilishingiz kerak. Psixolog bo'lmasa bir yaqin odamingizga murojaat qilishingiz kerak. Keyin siz o'zingiz bir yaxshi ko'rgan hobbingiz bormi? Masalan, tikishmi, bichishmi, ashula aytishmi, raqs tushishmi yoki bir haligi tennis o'ynashmi, xohlagan bir narsangiz. O'sha bilan shug'ullanishingiz kerak. Ya'ni siz o'sha holatdan chiqishingiz uchun birinchi navbatda mutaxassisga, agar mutaxassis bo'lmay qoladigan bo'lsa, sizga ishonchli bo'lgan, lekin sizga nisbatan sal hayotiy tajribaga ega bo'lgan odamga dardingizni aytishingiz kerak. Siz ichingizdagi o'sha tufonni, o'sha tuyg'ularni hammasidan xolis bo'lishi uchun buni kimdandir ulashishingiz kerak va undan bir foydali maslahat olish kerak bo'ladi. Va shu bilan birga baribir o'sha holatdan chiqish uchun ozgina jismoniy harakat bo'lish kerak. Unda depressiya boshqa deymiz, depressiyadan oldin stress bo'ladi, frustratsiya bo'ladi. O'shaqa holatdan depressiyani o'zida o'sha jismoniy harakatdan chiqishingiz qiyinroq bo'ladi. Lekin oldingi bosqichlarda nisbatan chiqasiz. Shuning uchun hobbingiz bormi? Bir sport turi bormi? Yoki bir katta yoshdagi odamlar maslahatlashish bormi? Birinchi navbatda mutaxassis bilan maslahatlashish va mutaxassisni aytgan ishini qilish kerak bo'ladi. Shunda ancha bu narsalarni oldini olasiz. Rahmat savolingiz uchun. Yana savollar? Marhamat. Assalomu alaykum. Birinchi kurs talabasiman. Ahmedova Mahmud. Suitsid qilmoqchi bo'lgan insonni oldindan qilmoqchi bo'lganini sezsa bo'ladimi? Qanday ajratsa bo'ladi? Mana shu yaqinlarimiz bo'ladi, o'sha depressiyaga tushib qolgan holatini biz o'sha voqealarga yordam berish uchun. Rahmat. Birinchidan suitsidga moyil bo'lgan, o'sha suitsidga qo'l urishi mumkin bo'lgan holatni aniqlovchi ayrim psixologik metodikalar bor. O'sha metodikalarni tekshirishingiz kerak. Unda как professional ishlaysiz. Ikkinchidan, suitsid holatiga tushgan odamlar bir muncha odamlardan chetda bo'ladi. Odamlarga qo'shilishmaslikka harakat qiladi. O'zi sekin-asta shu narsaga tayyorlaydi. Va suitsidni bitta narsani unutmang, ikkita formasi bor. Parasuitsid yoki suitsid atrofi o'z joniga suiqasd qilish, u vaqtda o'lish niyati bo'lmaydi. Hech vaqt ularda ular faqatgina namoyishkorona suitsid qilib turib, o'zini maqsadiga yetish bo'ladi. O'sha namoyishkorona suitsid u daraja xavfli hisoblanmaydi. Lekin ba'zan namoyishkorona suitsid qilaman deb o'zi o'tganini o'zi bilmay qoladi. Shuning uchun buni alohida men sizga aytdim, metodikalar bor. Birinchidan, ikkinchidan uni o'sha suitsid, parasuitsidmi yoki suitsidmi shuni hisobga olishingiz kerak. Va parasuitsid u daraja xavfli hisoblanmaydi. Parasuitsid va bunda albatta mutaxassis maslahati bo'lish kerak. Metodikalardan tashqari.
Juda suitsid qilmoqchi bo'lgan odam o'sha tayyorgarlik ko'radi. O'sha narsalarni berib, boshqa qilib, birortasi qarzi bo'lsa, qarzdan qutulib, biror bir gunoh chiqib qo'ygan bo'lsa, borib uzr so'rab, boshqa qilib, shunaqa holatda o'sha dunyodan o'tishga harakat qila boshlaydi. O'sha harakatidan agar sal diqqat e'tiborliroq bo'lsangiz, shuni bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Agar shuni sezgan taqdirda, uni darhol ma'lum bir boshqa faoliyatlar bilan chalg'itish kerak bo'ladi. O'sha fikrni yo'qotish kerak, o'shandan uzoqlashtirish kerak bo'ladi. Rahmat savolingiz uchun. Yo'q, qarshilik kerak emas, savolga javob bo'ladi. Yana savollar. Marhamat. Assalomu alaykum ustoz. Alaykum Bugun assalom. uchrashuv uchun albatta kattakon rahmat. Meni bir qo'shnim bor. Qo'shnimning ikkita kelini, bir yillik o'zi, ikkisi ham o'zini joniga qasd qildi. Ikkisi ham raqamni o'zini ostida, bittasi qo'lida 3 yoshlik bolasi, cholik bolasi qolib ketdi, bittasini qo'lida 6 oylik farzandini olib ketdi. Hozirgi kunda endi ular o'zlariga osonroq to'liq oila, bir kambag'al joyning ham ikkita qizini kelin qilib olgan. Shunaqangi chiroyli qizlari bir juda bunaqasini chiqarib kiydirib qo'yadi, shunaqangi xo'rlab ishlatadi. Ko'chaga chiqadi, yig'laymiz, qiladi, hammaga dardini aytadi. Menga ham bu holat ko'p aytib beradi, orasidagi voqeani, vaziyatni, lekin men ularga hech qanaqa maslahat bera olmayman. Chunki o'zimda men qanaqa maslahat berishni menda bilim yo'q. Ko'p o'qishdan boraman. Aytadi, uyimizda shunaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi. Faqat mol qarash kerak, ovqat qilish kerak, non yopish kerak. Vaholanki o'zlariga qarolmaydi ham, kiyinadi ham, farzandlari bir ahvolda yurishadi. Faqat uyda chiqmasa bo'ldi, ishlasa bo'ldi. Qo'shimcha nimadirlar bilan shug'ullanishga, o'qishga ruxsat bermaydi. Kelinlar faqat azobda, istirobda siqiladi, dardini hammaga aytadi, hech narsa qila olmaydi. Ba'zida bitta katta kelinini yana ko'rganimda hayotdan to'yib ketganini aytdi. Lekin men nima bo'lgan taqdirda ham birodar bo'lgan safarga o'tib ketganlar hammasi vaqtdan keyin bizlar yo'q baribir hayotidan olmaydi. Bunaqangi kelinlarga qanday maslahat bersam bo'ladi? Bunday kelinlarga maslahat shundan iborat bo'ladiki, birinchidan shu kelinni er bilan gaplashish kerak bo'ladi. Turmush o'rtog'iga gaplashish kerak bo'ladi. Agar shu oilada ikkita suitsid bo'lgan bo'lsa, o'sha bu juda katta bir naqa bunda jiddiy o'ylash kerak bu masalani. Imkoni boricha bu oiladan olib chiqib ketish kerak ularni. Ikkita yoshi oilani buzmasdan, boshqa qilmasdan, ma'lum bir sabablarni topib, boshqa qilib, endi uni kuyov bilan ham ishlash kerak bo'ladi. Faqat kelin bilan emas, qaynona bilan ishlab bo'lmaydi. Qaynona ma'lum yoshga yetgan, o'sha qotgan, o'sha ikkita oiladan o'sha murda chiqqan. Shuning uchun bu yerda qiyin masala. Shu sababli uni kuyov bilan ishlash kerak. Lekin kuyov bilan ishlash u psixolog bo'lishi kerak. Iloji bo'lsa o'shani kuyovni telefonini boshqasini beradigan bo'lsangiz yoki murojaat qilsa, kuyov bilan birga o'tirib ishlashimiz kerak. Va bu oilani o'sha oiladan, o'sha birga turishdan, qaynonalardan sekin olib chiqib ketish kerak bo'ladi. Kuyovni xarakterini, kuyovni shaxsiy sifatini ham ko'rish kerak. Va suitsid, oldingi suitsid nima asosida bo'ldi? Qayna kelin munosabatlari asosidami? Kuyov kelin munosabatlari asosidami? Bularning tub sabablarini ham bir o'rganish kerak, aniqlash kerak. Uni o'rganish kerak. O'rganmasdan turib, mana bu sirtdan shunday qiladi, shunday bo'ladi degan maslahatni berish qiyin. Uni tubdan o'rganish kerak. O'shanga qarab ish qilish kerak. Bu sababi kimda? Sababi kuyovlardami? Sababi qaynonadami? Nimada? O'shani bir ko'rish kerak. Va agar kuyovda bo'lmasa, o'sha kuyovni sekin yaxshilab tushuntirib, boshqa qilib, yana takrorlanmasligi uchun olib chiqish kerak. Alohida yashash kerak. Va shu bilan birga qaynonaga bo'lgan diqqat e'tibor, boshqa xizmatni boshqasini qilib qo'yadi, hammasini tayyor qiladi. Hech qanday kamchilik bo'lmaydi qaynonada. Lekin bu oilani ajratish kerak. Bir-biridan emas, qaynona bilan birga yashashdan. O'sha holdan olib chiqish kerak. Olib ketish kerak yosh oilani. Rahmat. Agar kerak bo'ladigan bo'lsa, telefonlashib naqd qilamiz. Da, marhamat. Assalomu alaykum. Alaykum assalom.
Ishonchdan sirtqi 4-kurs talabasi birinchi bo'libda bo'laman. Savolim shundan iboratki, nima uchun aynan bu sohani tanlagansiz? Aynan shu mavzularda ilmiy izlanishlar olib borgansiz. Nima turtki bo'lgan? Aynan shu mavzu. Rahmat, rahmat. Men bu mavzuda hozir sizlarga leksiya o'qiyapman. Kerak bo'lsa keyingi leksiyada muhabbat psixologiyasida o'qiyman, boshqa qilaman. O'ylamaylar bu o'zi suitsident boshdan kechirgan yoki bir yaqin odamimiz suitsid bo'lgan. Bu faqat bir ammamni o'g'lini aytib berdim misol tariqasida. Ularni ko'p ko'rganman. Men 3 ta meni shogirdlarim suitsiddan himoya qilgan. Bittasi o'z joniga qasd qilishdan. Ya'ni o'z joniga qasd qilish, ayollar o'z-o'ziga o't qo'yishdan. Usmonov Esonboy himoya qilgan dissertatsiyani. Yana bitta dissertantim bu yosh bolalarda suitsidni himoya qilgan. Bu Umarov Bahriddin Mingboyevich bo'ladi. Yana bittasi Qoraqalpog'istonda suitsidni o'ziga xos xususiyatlari haqida bu psixiatriya klinikasini bosh shifokori Polvonova Zuhra Daribayevna qilgan. Har xil yillarda, o'sha Naryodan boshlab, mustaqillik dastlabki yillardan boshlab so'nggi yillargacha. Shuning uchun meni ilmiy doiram faqat suitsiddan iborat emas. Hammasi bor edi. Hatto dissertantlarimdan 10-nomerdagi nomerini men bilmasdim, nomerini qilmasdim yaqinda. Akram Feruza. Siz 10-nomer uchun biz Marat o'ta bergan kurashganmiz dedi. Men 10-nomer olib qolganman oxirida dedi. Muhabbat psixologiyasi bo'yicha himoya qilgan. Shuning uchun menda turli yo'nalishlar bor. Faqat suitsidni o'zi emas. Tushuntirdimmi? Suitsidni zatetga yetib qolgan yoki bir yaqin odami suitsiddan olamdan o'tgani uchun shu bilan shug'ullangan degan fikrga bormang. Tak, marhamat. Kimdir qo'l ko'tardimi? Da, marhamat. Alaykum assalom. Suitsidal bo'lgan suitsidal holatda bo'lgan odamni o'sha suitsidal omildan olib chiqish kerak. O'shaqa fikr, boshqa mulohazalarni hammasini yo'qotish harakatini qilish kerak. Men hali aytdim, har birimizni o'zimizda bir yoqimli faoliyatimiz bor. Kimdir tikishi, kimdir men hozir bolaligimiz qolmagan, hali ham to'pikdan yugurib yuramiz. Mana shunaqa bir hobbisi bor-da, yoqtirgan bir faoliyati bor. Bo'sh vaqti qolsa, o'shani shug'ullangiz keladi. O'sha narsalar bilan shug'ullantirish kerak birinchi navbatda. Chunki u ham harakat, ham yoqimli harakat, ham jismoniy, boshqa. Tabiatga olib chiqish kerak ko'proq. Men tabiatga olib chiqqanda u tog'ning tepasiga olib chiqib qo'yish emas uni. Uni tog'li joylarda, tabiatda, jabr gulzor, boshqa joylarda dam oldirish kerak. Lekin yonida ko'z quloq bo'lib turish kerak. Suitsident bo'lgandan keyin. Shu tomonlarga alohida e'tibor berish kerak va miyasidan suitsidal fikrlarni chiqarish kerak. Va shu bilan birga undan ham og'ir vaziyatda yashayotgan odam moddiy jihatdan, boshqa jihatdan, psixologik jihatdan, lekin o'zi juda yaxshi, mustahkam, o'zini baxtli his etadigan odamni namuna sifatida ko'rsatish kerak. Mana sizga mana shu inson senga nisbatan 10 barobar og'ir vaziyatda, lekin uni xayoliga fikr kelayotgani yo'q. O'zini juda baxtli his etyapti. Sen shuncha narsang bor. Shu bitta narsaga, shu bitta gapirganiga, boshqasiga shunaqa kelib o'tiribsanmi? Hayotingda men hali aytdim sizga. Nima tuhmatlar. Hozirgi prezidentimiz o'ziga qancha sinovlar bo'lgan, qancha boshdan o'tkazganlar, bosh vazir bo'lganlar. Prezident bo'lganlarda qancha naqa bo'lgan. Va hozir shohona yashashyapti deb o'ylaysizmi? Qanaqa nagruzkalar bo'ladi? Ayda AQSh bitta narsani talab qiladi, mana Rossiya boshqa narsani talab qiladi, boshqalar boshqa narsani talab qiladi. Xalq bitta narsa bir bo'lib qolsa, darrov prezident bilan hukumat rahbarini tanqid qilishadi. Hamma faqat bilmagan shu ikkita shaxsni tanqid qilishga tushishadi. O'zing bitta kiyimini kiyib bir 5 minut yurib ko'r bu formada. Boshingdan o'tkazib ko'r ularning hayotini. Chunki suitsidentni o'shaqa odamlarni ko'rsatib, boshqa qilib, o'sha fikrdan chiqarish kerak. Rahmat. Tak, kimdir qo'l ko'taryapti? Hozir. Aha, bo'ldi. Men savolim shunday iboratki, siz
o'sha boshlang'ich maktablarda ham psixologiya fanini kiritamiz degan bildirdingiz. Mana o'sha savolim shunday iboratki, islomiy diniy tasavvurlar o'sha mana qisman qo'shib ketsa bo'ladimi? Yoki biz islom dinimiz o'sha suitsidga qarshi. Demak, mani fikrim dinga qarshimi yo'qmi deb so'ramoqchimisiz? Ha. Dinga qarshi emas, o'sha psixologiyaga qisman islom dinini tushunchalarini ham qo'shib ketsa bo'ladimi? Fan sifatida. Rahmat. Tushundim. Savolingizga tushundim. Endi bilasizmi? Din hech vaqt qarshi emas fanga. Dinni ichidagi ekstremist gruppalar bor, boshqalar bor. Umuman islom dini boshqalarni taqqoslamaydi. Mana oilaviy munosabatlar, oila bo'yicha ko'p shug'ullanaman, lekin oilani hamma masalalarini anta Qur'onda o'tiring. Hammasini yozib qo'ygan. Chiroyli qilib mana bunda yozib qo'ygan. Qur'onni o'zida hammasini keltirgan. Bu men sizga oilani aytyapman. Va shu bilan birga qaysi bir nechta olimlar Nobel laureatlari agar men Qur'onni o'qiganimda men shu ixtiroyimni 10 yil oldin qilardim degan olimlar bor. Nobel laureatlari bor. Shuning uchun dinni fanga biz qarshi qo'ymaylik. Dinni ayrim og'ishlari bor. Bu boshqa masala. Dinni hech qarshi qo'ymaymiz. Aksincha biz dindan foydalanishimiz kerak. Kishi hayoti uchun, baxti uchun, axloq odob uchun, shaxsiy shakllanishi uchun, chiroyli sifatli hayot kechirishi uchun dindan biz maksimal foydalanishimiz kerak. Chunki fan va din bir-biriga qarshi emas. Faqat ayrim odamlar u boshqa masala. Ibn Sinoni o'zini olib qarang, Ibn Sinoni. Ibn Sino kechirasan, borib mozorlarni o'lgan odamni murdani olib skrivitiya qilgan. Bu din nuqtai nazaridan agar siz olib qaraydigan bo'lsangiz, u jahaldagi bo'lishi mumkin. To'g'ri tushuning. Lekin u ateist bo'lgan emas. Va men hali aytdim, Ibn Sino qancha odamlar boshdan nima sinovlar o'tkazgan. Ibn Sino shunaqa dunyoga mashhur bo'lgan odamni zindonga tashlashgan. Misrda. Ko'rolmasdan. Avvalgi kelgindi bizga vazir bo'lar ekanmi, sog'liqni saqlash vazir bo'lar ekanmi deb Rossiya ustidan tuhmat qilib zindonga tashlashgan. Nimalarni boshdan kechirmagan? Ibn Sinodagi odam. Abi Ibn Sinoning oldida biz kimmiz? Shuning uchun bunaqa masalalarda misol keltirib, boshqa qilib men hali aytganimdek, seni darding bu hech narsa emas. Shunday odamlar boshdan nimalarni kechirgan deb ko'rsatishimiz kerak. Lekin fanni dinga qarshi qo'ymaydi. Ta'limot sifatida foydalanamiz, biz foydalanamiz. Psixologiyadan biz foydalanamiz. Dinni mashaqqa tomonlari deb aytamiz. Gap ham bo'lishi mumkin emas. Tak, ya. Marhamat. Hozir. Birinchi kurs talabasiman. Savolim shundan iboratki, boshqa davlatlarga nisbatan biz universitetda, bizni O'zbekistonda nima uchun o'sha suitsid nisbatan buni mohiyati nima? Biz davlatda demoqchimisiz? Biz davlatda. Rahmat. Bizni endi men bir davlatni, men shu davlatni fuqarosiman. Men shu davlatda tug'ilganman, shu davlatda shakllanganman. To'g'ri ilmiy maktabi Moskvada o'tgan bo'lsa ham, lekin men shu davlatni fuqarosi, shu xalqni o'g'loniman. Men hech qanday bir naqam yo'q. Men sizga fakt aytyapman. Bu fakt bor narsa. Lekin shu bor narsani biz ayrim hokimlarga o'xshab bekitib, noto'g'ri rasmini solib, davlat va hukumat rahbarlarini chalg'itishimiz kerak emas demoqchiman. Tushunasiz? Bu endi bu bitta tomoni. Endi siz sababi nimada deganingizda, mana bu sabablardan tashqari yana bitta boshqa sabab bor. Va buni men boshqa naqalarda ham aytganman. Biz O'zbekiston o'tish davridamiz. O ittifoq davridagi sotsialistik tuzumdan
yangi o'zimiz bilmagan jamiyatni quryapmiz hozir. Oxirgacha bu jamiyat o'zi qanaqa bo'lishini ham tasavvur qilayotgan yo'qmiz hali. Bunaqa tasavvur yo'q. Rusiyada deydi, razvedka bo'yim deydi. Xuddi o'shaqa bo'lib ketyapmiz. Qattiqdir xato qilyapmiz, qattiqdir tupikka kirib chiqyapmiz, qattiqdir o'zimizni qilgan xatoyimizni o'zimiz to'g'rilab, ikkinchi marta yana takrorlayapmiz. Bu vaqtda shunaqa holatdamiz. Endi misol tariqasida men psixologni yaxshi tushunish uchun o'tish davri bo'ladi. Bolada ham 11 yoshdan bir 15-16 yoshgacha bo'ladi. Eng og'ir davr bo'ladi. Nafaqat ota-ona uchun, bolaning o'zi uchun ham murakkab davr bo'ladi. Va bu o'tish davri faqat psixologiyasida emas, hatto anatomiyasida ham bo'ladi. O'sha yerda yurak shunaqa bir rivojlanib ketadi, yurak o'zi. Tomirlar orqada qoladi. Natijada sistolitskiy shum bo'ladi. Yurak uradi, qonning bir qismi to'liq qon o'tkazolmagani uchun tomirlar yana qaytib tushadi. O'sha vrachlar, sal tajribasiz yosh shifokorlar uni sistolitskiy shum deb, parok sersi deb diagnoz qo'yish mumkin. Tushunasizmi? Shuning uchun men buni misol tariqasida ko'rsatyapmanki, hatto fiziologiyada, anatomiyada, nafaqat psixologiyada notekis rivojlanish bo'ladi. Bizning jamiyat ham hozir shunaqa davrda hozir. Ana jamiyatdan bu jamiyatga o'tish davrida. Mana shu davrda juda ko'p murakkabliklar bo'ladi, xatoliklar bo'ladi. Boshqa bir ko'chaga ham kirib chiqamiz, bir marta emas, 2-3 marta kirib chiqamiz, bo'ladi. Mana bu eng muhim omillardan bittasi. Va shu omillar, mana shu o'tish davrida biz o'zbek xalqi, o'zbek millati, o'zbek oilasi o'ziga xos yaxshi, zo'r qadriyatini yo'qotib qo'ymaslik kerak. Mana shu uchun biz kurashishimiz kerak. Shu jumladan odamlarning hayoti uchun, ayniqsa sizlar ayollarning hayoti, salomatligi uchun. Endi sizlar haqingizda ko'p gapirmayman, men ko'p aytganman. Assalomu alaykum. Afzalliginglarni aytganman, tanqid ma'nosida tushunmaydi. Assalomu alaykum. Men savolim shunday iboratki, siz psixolog sifatida juda ko'p insonlar bilan ishlayapsiz va ularning ichida hayotdan to'ygan odam bo'lganmi? Siz u odamga qanaqadir yordam bera olganmisiz va uni fikri o'zgarganmi? Siz bilan bo'lgan konsultatsiyadan keyin. Bo'lgan. Bir nechtasi bo'lgan. Qisqacha aytib bersangiz. Og'ir vaziyatga tushgan yoshda bo'lgan. Bittasi ingichka kirolmagan yosh bo'lgan. Ikkinchisi xotin urushgan yoshda bo'lgan. Uchinchisi moddiy ta'minoti juda tang holatda bo'lgan va suhbat o'tkazib, boshqa qilib turli misollar keltirib bo'lgan bu narsa. Men faqat o'qish emas, boshqa emas, ba'zan konsultatsiya o'zlari chiqishardi, ayniqsa o'sha oila peridachasi olib borgandan keyin darrov telefon qilishib, boshqa qilishib, o'shanda chiqishardi. Da bo'lgan, praktikada bor bu narsa. Rahmat. Tak, yana so'ra. Da, marhamat. Assalomu alaykum. Hani suitsid bo'yicha biza ko'p suitsid bo'yicha biza ko'p nima deydi, targ'ibot qilsak, shunga moyilligi oshadi deymiz. Darslarda ham o'tganmiz, aniq qilganmiz. Shu ommaviy axborot vositalarida suitsid bo'yicha shu suitsidga moyillik topmaslik uchun qanaqa yoritib borish kerak? Ko'proq internetlarda, ommaviy axborot vositalarida aniq borish uchun. Rahmat. So'rash uchun. Men hozir aytayapman, ortiqcha maqola boshqa narsalar jurnallarda, Saodatmi, Gulistonmi, boshqa jurnallarda yozish kerak emas. Boshqacha yo'llar, psixologik yo'llar. Ilm ahli o'qiydiganlarda uni zapret qo'ymaslik kerak. Bu olimlar o'qiydi. Masalan, zamonaviy ta'lim bormi, boshqa bir jurnallar bormi, ko'proq ilm bilan bog'liq bo'lganlarda hamma o'qimaydi. Soha egalari o'qiydi. Hozir psixologga borish uchun ham odamlarni pullik bo'lishi kerak, to'g'rimi? Pullik bo'lishi kerak. O'shuning uchun biza mana ommaviy axborotlarda, vositalar, internetlarda tekin suitsidga moyillik tortmaslik uchun boshqacha yo'llar bilan ularni qaytarish yo'lini topish kerak-da. Men shuncha konsultatsiya boshqa bergan bo'lsam, nafaqat men turmush o'rtog'im ham konsultatsiya beradi. Birortasidan bir teng olgan joyimiz bo'lgan emas.
Tushundingiz? Shuning uchun meni telefonimni yozib olasiz. Kerak bo'lsa bemalol bizdan qilamiz. Kelishdik? Targ'ibotchi. Targ'ibotchi. Targ'ibotchi boramiz. Bevosita konsultatsiya qilib, o'sha konsultatsiyani qilamiz. Ha, darsim? Seminarimni tugatsak, Aha, bo'ldi. Darsi tugadi. ancha savol javoblar bo'ldi. Endi sizlarga iltimos shu savol javoblarni orasida eng yaxshi ikkita savolni tanlashingiz kerak. Yo, endi siz o'zingiz tanlang-da, bu menga kitob berdi, menga bermadi degan mendan xafa bo'lishmasin hech kim. Yoki o'zlari aytishsin. Qaysi savol ma'qul bo'ldi deb. Menga noqulay bo'ladi. Yaxshi. Oxirgi seminar hammani ushlab qolamizmi? Kitobga da'vogar bo'lsa kerak. Hozirgi pokoleniya gadjetlar hisoblanadi. Demoqchimanki, gadjetlar rivojlangan sari, bolalar o'yinga kirgan sari o'zini olamiga o'ralib qoladi. Ya'ni Virtual. jamiyatdan uzilib qoladi. Demoqchimanki, hozirgi bu o'ziga suiqasd qilish bo'li ehtimoli ko'payadi. Chunki odam jamiyatdan uzilgan sari, o'zini nimasiga qobig'iga o'ralgan sari bu patologiyash ehtimoli borda. Hozir biz O'zbekiston mentalitetini o'zimizni qadriyatlarimizga moslagan holatda qo'l nimasini bizga savol bor. Chunki inson mehnatga bayoqlarda kuchaysa ham, bolalarga o'rgatsa ham, baribir o'sha nimaga qodir aylanadi. Bunga ularni jamiyatga o'rgatadi. Savolingiz konkret yana bir marta. Yo'q, tushuntirish kerak emas menga. Konkret savolni bering, konkretlashtiring. Tak. Yapon ta'limotini qo'shib, shu farzandlarimizga, shu mehnatlarimizga kirgizib mehnatga o'rgatish payti deb o'ylayman. Tushundim. Endi bitta savolingizga savol. Biz hozir suitsid haqida gapiryapmiz. Suitsid haqida gapiryapmiz. Yaponlarning o'zida eng katta muammo suitsid hozir. Shuning uchun so'rayapman-da, boshqa tomonlarni hammasini olishimiz mumkin, faqat suitsid emas. Tushuntira oldimmi yo'qmi? Suitsid ularda ijobiy uстановка berilgan. Yoshlikdan ijobiy shakllantiriladi. Hozir bolalarni shakllantirish uchun gadjetlar orqali mehnatga nimasini oshirmasak, o'zini o'rganish suitsid ko'payaveradi. Tushundim. Mehnatga bo'lgan munosabat deyapsizmi? Mehnatga munosabat? Mehnatga munosabati faqat mehnatga emas, yaponlardan juda ko'p o'rgangan tomonlarimiz bor. Yaponlardagi muloqot madaniyatini o'rganishimiz kerak. Bizni o'zimizni qadriyatlar yetarli. O'sha qadriyatlarni o'zini chiroyli qilib berib shakllantirishimiz kerak. Biz o'zimizni qadriyatlarni hozir unutyapmiz. Yaponlar yodda tursin, o'zimizda mana bunday qadriyatlar bor. Birorta bir mana o'sha Moskvada yursiz, boshqa qilsiz, qanaqa yoshingiz qat'iy nazar hech kim joy bermaydi. Hammasi qimirlamasa o'tiradi. Mamki chiqib transportga chiqishingizdan sira joy berishadi. Emasmi? Bizning qadriyatlarimizda o'zi bor. Juda ko'p xalqlar bizga havas qiladi. Namuna sifatida ko'rsatadi bizni. Shu narsalarni biz yo'qotib boryapmiz. Shuni saqlab qolishimiz kerak. Yaponlar yo'tirsin. Lekin yana birorta naqa biladigan bo'lsa, biz alohida gaplashamiz sizdan. Xo'p? Bularni vaqtlarini olmaslik uchun. Kelishdik. Rahmat. Tak. Da o'zinglar. Kitobni beringda egalariga. Gavhar Qudratlarni o'zinglar. Давайте. Судья. Jüri. Da, marhamat. O'zingiz. Assalomu alaykum. Hurmatli ustozlar, hurmatli talabalar. Juda ham bugungi kundagi dolzarb mavzu bo'ldi. Haqiqatan adabiyotlarda, internet tarmoqlarida olib bo'lingan ma'lumotlarni ustozdan ko'pgina ma'lumotlarga ega bo'ldik.
Talabalarimizda juda ham ko'p savollar borligini ko'rib turibmiz. Hozirgi paytda dolzarb ko'p yoshlarimizni orasida, ayollarimiz orasida joniga qasd qilish juda ham ko'payib ketgan haqiqatdan. Qandaydir savollaringiz bo'lsa, albatta kecha ham master klassimizda, ya'ni seminarda ham alohida aytib o'tishdi. Mana shu ya'ni bugungi e'lonlardagi kommentariyada savollaringizni bersangiz, yana ham ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Agar ustoz ruxsat bersangiz, savollar juda ham ko'p. Agar ular shu savollarni yozib bersalar, ya'ni qo'shimcha to'xtalmayman. Yaxshi. Agar shunga shu savolni berishsa, o'sha savollarga men chiroyli qilib javoblarimni ham jurnalda maqola qilib ham chiqarib beraman. Agar kerak bo'lsa va juda keng ommaga tarqaladi. Bilasizmi shaxsiy? Men telefon nomerimni yozib olishinglar mumkin. 97 333 47 69. 97 333 47 69. Nima savollar bo'lsa keyin qo'ng'iroq qilib aytasizlar. Faqat men shunaqa shu Profi universitetidaman deb qo'ysanglar. Ustoz, kitoblaringiz sanoqli bo'lganligi sababli hozir eng dolzarb bo'lgan shu savolni bergan ikkita talabamiz uchun sovg'ani taqdim etsak degan fikr. Yo'q, o'zingiz taqdim eting. Va shu o'rinda hozir o'tgan ustozlarimiz bilan oxirgi o'tirgan talabamiz, ismingiz pedagogika psixologiya yo'nalishi, shundaymi? Siz qaysi yo'nalishdasiz? Pedagogika psixologiya yo'nalishida bunda suitsid holatini qanday aniqlasa bo'ladi degan. Yo'q. Yo'q, yaxshi. Shu talabamizga va Yana ko'pgina ustozlarimizga ma'qul kelgan savol o'g'layni savoli ekan. o'g'layda bor kitob bor. Bor kitob bor. Bitta rasmga bering. Rahmat ustoz. Rahmat sizga. Diqqat e'tiboringiz uchun katta rahmat. Biz doim muloqotdamiz. Ustozga katta rahmat. Sizlarga vaqtingizni olib qo'ydik. Darsga xalaqit bermadikmi? Uzr so'rayman. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.